Assalomu alaykum asalari hayoti kanalimiz a'zolari. Asalarlarimizni yangi joyga ko'chirdik. Ishlar juda qizg'in, video olishga ham vaqt bo'lmayapti. Atotkarlarimiz, ichida katta arlarimiz ham bor. O'sha atotkalarimiz urchigandan keyin o'tgan yilgi matkalardan ularga xudo xohlasa bitta rasplot olib beramiz. Tezroq ar rivojlanib ketish uchun. Va arlarni yangilab yangi 2026-yil matkalarni sifatli matkalarni qo'yamiz asalari uyalariga. Mana shu videolarimiz kimgadir foydali bo'layotgan bo'lsa, kimgadir yoqib ma'zur bo'layotgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib, asalariga, asal mahsulotlariga qiziqadigan tanishlaringizga yuborib qo'ysangiz, kanalda rivoji uchun zo'r ma'lumotlarni qo'yib o'tamiz. Mana asalarilarimiz bugun havo yaxshi, uchib ishlayapti. Mana shunday yo'voy tabiatga olib kelganmiz. Uchib ishlayapti. Hozir buni gullagan joyini ham ko'rsataman. Asalarlarimiz ishlashyapti. Ozroq dam olib maza qilaylik deb tabiat qo'yniga qarab, aholidan ancha uzoqlikda bo'lgan arlar ishlayapti. Orqasida kanal bor. Buni gullarni ko'rsataman sizlarga. Sariq gullar gullab turibdi. Rivoj. Kimlar bu yoqda ham bor. Sariq gullar. 2 gektar sariq gul turibdi mana. Mana shu yoqqa borib xohlasa ishlab qaytyapti. Asalarlarimiz mana bu yerda ayvondus o'ris taraq deydi. Mana bu tarafda ham bor. Mana shular hammasi tabiat tuhfasi. Ishlashyapti arlar. Hozir qiladigan ishlarimiz mumpardalar zagotovka qilib qo'yamiz. Suv shiromkalarida karmushkalarimizni tayyorlaymiz. Asalariga ozgina qo'shimcha oziqa beramiz. Mini nukleuslarimiz ham ish faoliyatini boshlagan. Uyalarini tortib, hozir bundan ham bir dona ko'rsatib beramiz. Qolgani saqlashga qo'yilgan. 3 sutkadan keyin olib chiqib, mana buni davomlariga qo'yamiz. Uni ham videolarni tashlayman. Hozir ko'rsataman mini nukleusni ichidagi arlarni. O'tlar bel baravar bo'lyapti mana. Bu yog'i mana bu daraxt bizning vodiyda Dorangul deydi, Torangul deydi. Tol. Orqasida kanal bor. Mana shundan suv olib ichadi. Mana asalarlarimiz kirib chiqishyapti. Mini nukleuslarni endi tekshiramiz. Qay darajada ishlagan ekan. Qani biz tortib tush. Tortib chiqishibdi. Mana tortib ichiga gulchang pergalarni qo'ygan. Ona arisi ham yuribdi mana tepada. Mana ona ar. Mana cho'zilib toza asallarni yeb o'ziga kelib qo'ygan. Mana bu taraf. Mana shunday qilib bu arlarimizga ham xudo xolasa zakaz olamiz. Sizlardan qiziquvchilar bo'lsa, kommentariya, like, podpisatsiya va aytganimizdek kanalimizni rivoji uchun. Sog' bo'lasizlar. Rizoda ishlayapti. Hammalaringizga omad, muvaffaqiyat.